bo'ladi. Qizim. Kuyov. Yolg'iz kuyov bo'lishni bir qancha plyus tomonlari bor. Eng zo'r tomoni seni kuyov emas, o'z o'g'illaridek ko'rishadi. Keling kuyov, ko'rpachaga o'tiring. Yo, stulga o'tiradi. Ko'rpachaga o'tiradi. Stulga o'tiradi. Borsang o'tkazgani joy topa olishmaydi. Yaxshimisizlar? Qanday bo'lsang shundayligingcha qabul qilishadi. Solishtiraman deyishsa, bojalaring ham yo'q. Kuyovimiz boshqachada baribir. Nimasini aytasiz? Xohlasang senga uy-joy, umuman hamma narsalarini berishadi. Faqat ichki kuyov bo'lishing kerak. Yolg'iz kuyov bo'lishni minus tomonlari esa Etga narsamni olib keldingizmi? Voy, esimdan chiqib qoldi. Ertaga olib kelib beraman. Nimaga olib kelmaysiz? Olib keling. xotining bitta qiz bo'lgani uchunmi? Xarakteri shunaqaroq bo'ladi. Eng ko'p eshitadigan gaping, O'g'lim bilasiz-ku, bitta qizim. Ehtiyot qiling, xo'p? Albatta. Bo'ling, Sardor aka, tezlashing, mashinani yurg'izing, bo'la qoling. Ha, tinchlikmi, qatga? Bobomnikiga dada. Sog'inib qolishibdi-da. shunaqa tez-tez chaqirib olishadi. O'z o'g'illaridek ko'rgandan keyin, tabiiyki bunaqa tomonlarga ham chidashing kerak. Beparasat xotin shu sovuqda kuyovga tashqarida yer ag'dartiryapsanmi? Uyalmaysan, uyat bo'ladi. Yuring kuyov, sovuqda turmang. Ichkarida issiqda idish-tovoq yuvasiz. Qutlug' bo'lsin kuyov bola, qutlug' bo'lsin. Ichki kuyov bo'lsang nimalar bo'ladi? Birinchi o'rinda ichki kuyov degan so'z ozgina xunukroq eshitiladi. Voy, baxtli bo'lsin. Ichki o'qiganimiz yaxshi ish bo'ldi-da. Lekin zo'r tomoni boshqalar uylanish, uy-joy qilish va mashina olishga yillab zo'rg'a yetishsa, sen shunchaki uylanib hammasiga bir kunda erishasan. Qolganlar qaynatasini oyda bir ko'rsa, sen kuniga kamida 10 marta ko'rasan. Chiqdingizmi kuyov? O'zingiz uyingizda o'tirgandek o'tirar ekansiz, ha? Uzr, Farhod aka. Ha? Dadajon demoqchi edim. Nafaqat ko'rasan, bir umr birga yashaysan. Voy, kuyov, toza uyquchi ekansiz-da. Sizni ko'rib qornilarimiz ochib ketdi. Keling, o'tiring, men etga tez-tez choy ichamiz. Xo'p. Plyus tomonlardan biri esa xotiningni uyga borib kelay degan gaplarni hech qachon eshitmaysan. Biroz g'alatroq bo'lsa ham, bu gaplarni o'zing aytasan. Anu, men uyga borib kelay, oyim sog'inibdilar. Voy, kuyov, bir hafta oldin borgandingiz-ku, yana borasizmi? Ha, mayli, borib kelaversin. Mayli, faqat tezroq borib keling. Xotining bilan o'ylab muomala qilishga majbursan. O, menga qara. Dazmol qatta demoqchi edim. O, uyimdaman deb ko'p o'zingdan ketmagin, tushundingmi? Men sen dodingni berib qo'yaman va shu o'zingdan ketma. Erkak kishini baqirib urishgan ovoz eshitilyaptimi? Sizmi siz kuyov? Yo'q, ashula aytayotgandim. Hali rosa beraman dodingni. Mazza qilib urisha olmaysan. Mabodo urishib qolsang ham, Ey, yoqmasang shu katta ko'chaxonmi? Bor yo'qol ketaver. degan gaplarni aytging kelsa ham ayta olmaysan. Eng yomoni o'rtoqlaringning oldida xijolat bo'lib, shu tema ochilmasa edi deb turasan. O'rtoq menga qara, turmushga chiqqaniga, uylanganiga qancha bo'ldi? Ketdim. Jonga tegdi. Ichki kuyov bo'lishdan charchadim. Sardor aka, to'xting. Ha, kuyovni qilmay, qayting bu fikringizdan. Jon kuyov, ketmang kuyov, bizga siqilish mumkin emas. Kecha doktorga borgandik, doktorlar sanoqli umringlar qoldi dedi. Dadasi aytdi, kuyovimiz ketib qolmasin. Sanoqli umr? Babam, men sizlarga prank qildim. Ishondinglarmi? Hazilni ham tushunmaysizlar. Ketdi ichkariga. Kuyov jo'ra bo'lsang nimalar bo'ladi? Hamma kuyovni o'rtoqlarining ichida eng shu stres kuyov jo'ra bo'lgan deb o'ylaydi. Shuning uchun aslida unaqa bo'lmasa ham, o'zingni hamma narsani biladigandek tutishga majbursan. 50% qizlar kuyovga qarasa, qolgan 50%. Voy o'rtoq, вообще такой bo'lyaptimi? Kuyovmi? Yo'q, o'rtog'i. Charchamayapsizlarmi qizlar? Hech qachon gapingga kirmagan o'rtog'ing o'sha kuni sani og'zingga qarab turadi. Voy, o'rtoq, esimdan chiqib qoldi. Gulni kelin salomni oldin beramanmi, keyinmi? Salom beradigan payt san ham gulli berasan, xo'p? Alo. Ha, yo'q, bilmadim. Senga bir tiyin bermaydigan o'rtog'ingning puli ham o'sha kuni senda turadi. Soqqali ishlarni ham hammasini o'zing hal qilasan. Karnay surdagi nech pulda qaravingsanlar, vaqti yosh bola bo'lib ketdilaring sanlar. Faqat kuyov emas, qolgan o'rtoqlaringni ham o'zing kontrol qilasan. Sanlar qatgan? Mashina to'lgan, sanlarni Matizda ketlaring. Har doim shunaqa qilasan. Yaxshi qiz ketasizmi? Mashina bo'sh. Joy bor, o'rtoqlaringizni ham chaqiring. O'rtoq qudalar chiqdi. Tur. Ya bo'ldi, ketdi, o'tir. Ya tur. O'tir. Voy, tur. Nima qilyapsan? Prosta mazza ekanda. To'yda boshqalarga bo'lmasa ham senga aniq so'z beriladi. Hech qanaqa ishing bo'lmasa ham vaqt cho'zib, hammani kuttirib chiqishga netchi. Ha, o'rtoq, mana to'yam o'tdi. Eng muhimi hayajonlanma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men qara. Sekin kirasan, asosiysi shoshilmaslik. Ko'p aql o'rgataverma, jonga tegdi. Shunchasiga chidadim o'zim. O'zim bilaman nima qilishni. O, to'xta, men uylanmagan bo'lsam ham hamma narsani bilaman.
Sardor aka to'ydan keyin ham meni sizlaysiz a? Ha bu nima deganingiz? Albatta. Va'da berasizmi? Yigit kishi bitta gapiradi. Men sizga to'ydan keyin ham sizlayman deganmidim. Onajonisi, bugun ochilib ketibsizmi? Voy sizlar men g'ashim kelyapti. Senga hazil qildimda bilaman erkak kishi xotinni sizlamaydi. Bizni zotimizda unaqasi chiqmagan. To'g'rimi o'g'lim? To'ppa to'g'ri dada. Nima? Choy, Xotiningga qo'yib beradi. choy quyvor, ring. Siz meni boya nega sansiradingiz? Uydagilarning oldida noqulay bo'ldi-da. To'ydan oldin menga va'da bergandingiz-ku. Bilaman. Keling bundoq qilaylik. Ichkarida sizlaymanda hammani ko'zi uchun, tashqarida sansirayman, ha? Unaqa gapiradigan bo'lsangiz, menga umuman gapirmay qo'yavering. Uf, kech qolamiz. Namuncha cho'ziladi xotining, tezroq chaqir. Bo'ldi, siz chiqib turavering, chaqiraman. Hozir chaqir. Unda kirib chaqirib chiqaman. Shu yerda chaqir. Sarvinoz, Labbek. oyim chaqiryaptilar. Kimni? Ey, bo'p qoldingizmi? Tezroq bo'ling. Hey, kimga gapiryapsan? Ha, dadam kirib ketibdilar. Dada bo'p qoldingizmi? Bo'ldim. Men sizni hech qachon sansiramayman. Siz. Hozir. Men sizlarga hammasini tushuntirib beraman. Men to'ydan oldin va'da bergan edim, o'shaning uchun O'lsini bu akvadan hech narsa eshitilmaydi.